anlatish programmamizda anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programmamizda yozuvchi Abdurahim O'tkirning o'z nomli tarixiy romanining davomini anglatamiz. Yosh edik. Uzun safarga otlanib mang'andi biz. Endi otqa mingidek bu qoldi ana navrimiz. Az edik. Mushkul safarga otlanib chiqqandi biz. Endi cho'ng karvon ataldi. Qoldirib cho'llarda iz. Ay bu kunlarda o'lim degan nima qoriq tugiga o'xshab qoldi. To'g'ri, uni joziga beshig'i sallo o'rab, pariji to'n kiyib olgan tog'dan tulki ishkanligini nima bilay? Uyg'urlarda qushnedan aldaydi. Odamni so'z degan maqol borligi Petr inelarga ma'lum. Ammo az yurtni qo'yib, Urumchiga chiqmaydigan ish edi. Ofatni tugitib, yurtning omonligini saqlash maqsadida 6-sentabr kuni harbiy sud ko'mirni etib tashlashga hukm chiqardi. Esvacho qizim, yaxshi kunning yamanida bizni tashlab ketibmi qolarlarmi? Ay qiz birdilla mo'mayning bo'yniga esilib, silib yig'lavatdi. Mo'maymo ko'z yeshi qilib, oq lechkining uchi bilan qizning yeshini surtatdi. Bir hozirdan keyin ay qiz o'z sarguzashtchisini so'zlashga kirishdi. Ikkinchi bob. Ay qizning sarguzashtlari. Odam eng cho'rik qumush. Bir tomchi suvmi uni o'ltirib qo'yishi mumkin. Ammo u fikr qilg'ichi qumush bo'lg'achqa o'limni tushuna oladi va o'z qotillaridan ustun chiqadi. Mashhur fransuz faylasufi Pascal Bilis. Ma'lum bo'ldiki, bu qiz Mori tog'larida yashaydigan olliq bir chorvachining yolg'iz qizi ekan. Muhabbat ilohiy uning qalbini o'zlarining malchisi yetim o'g'il Jumatayga bog'labdi. Ular qozoq xalq cho'chaklaridagi qo'zi ko'rpash bilan bayon suluga o'xshash ishq muhabbat o'tida kuyib yurar ekan. Jumatay o'z qo'lining qisqalqidan qizga elchi kirgizolmay, yer qattiq, osmon egiz bo'lib yurganda, Chingil degan yurtdagi bir o'kurday bu qizni o'z o'g'liga so'ratibdi. Qizning dunyoparast odisi nurg'un qolin mol badaliga ma'qul bo'pti. Qizning yig'isiga chidayolmagan onasi har qancha tirkishib ko'rsimi gapini o'tkazolmabdi. To'y kunlari yaqinlashganda qiz jenidan to'yib o'zini o'ltirib olmoqchi bo'pti. Jumatay buni sezib qilib, saf muhabbat uchun yashash yo'lini tepishli. Agar qiz loyiq ko'rsa, yiroq bir yoqi yurtga qochib ketishni taklif qildi. Jumatayning aytishicha, kun chiqish tarafdagi Qumul degan yurtning tog'larida bepoyon yayloqlar bor. U yerda bularni to'niydigan kishimi yo'q ekan. Qiz bu gaplarni anglab ma'qul bo'pti-da, ishga ot tayyorlab, bir kechasi hech kimga to'ydirmay yo'lga chiqibdi. Bir qancha kunlar cho'l bayovon, tog'i dashtlarni kezib, mushu toqqa ulashganda 3 otliqning iz qo'g'lab kelayotganligini ko'rib qopti. Tavakkul deb toqqa yomishib, qop belga chiqqanda 3 otliq qo'g'lashib kelib, orqa-orqadan o'q uzib, otlarni yiqitibdi. Jumatay bilan oy qiz udul kelgan toshlarni do'milatishga boshlabdi. Toshqa tegib, dahshatlik bir guldirlash va quyuq chang to'zon ichida yilqilar jimib qoldi. Jumatay ularni o'ldi deb o'ylab, ot qurollarini elishga manganda bir o'q kelib Jumatayni yiqitibdi. Qarg'udek bo'lsa, yilqilarning biri yana o'malab kelayotgandek. Oy qiz g'azab bilan yana bir tosh do'milatishga boshlabdi. Bir chaqda yilqi ablaqning tosh ostida o'lib yotganligini ko'ribdi. Oy qiz Jumatayning yiniga kelsa, u qip-qizil qonga melanib yotgandek. Qiz Jumatay degenicha o'zini uning ustiga tashlabdi. Jumatay,
Suyimligim, meni kechir. Ota-onam va yurtimdan ayirib, seni ig'ir kunlarga qo'ydim. Taqdir shundoq bo'lsa kerak. Mendan rozi bo'l. degan gaplarni aytib, belidagi tasma balbig'i bilan pichqini qizga beribdi-da, qizning qo'lini tutib turib, ko'z yumibdi. Ay qiz chashlarini yulib, yoqasini yirtib, birdan hushidan ketgandek bo'pti. Andin endi bu jonning menga nima keragi bor? deb Jumatayning jasadini quchoqlagan peti pichoqni o'z ko'ksiga solmoqchi bo'lganda, alam va g'azabga to'lgan yosh yuragidan bir sado anglangandek bo'pti. To'xta! Suyimliging Jumatay, bu pichoqni o'zingga sol deb berdimi? Yo'q, yo'q. Qisos ol deb berdi. Qisos! Qisos! Qisosni kimdan olasan? Kimdan? O'kirdaydinmi? Ha, o'kirdaydin. Shu o'kirdayga o'xshaydiganlardan. Qachon? Kun uzun. Bir kun bo'lmasa, bir kun qisos olasan. Shuningcha yashash kerak, yashash kerak. Yashash uchun el boyarga berish kerak. El ko'p, elning qo'yni kang. Sana xayrixoh kishilar chiqib qoladi. Yordam qiladi. Elni top, elni. Shuningdan keyin Oy qiz Jumatayning jasadi ustiga toshlarni qirlab qabriga yasabdi. Andin tosh qabrini bir necha qitim cho'rgilab chiqib, o'z suyimligi bilan mangulikka vidolashibdi. To qirlardan eshib jilg'iga tushibdi. Shunday qilib, bir kecha 2 kunduz jon saqlab kelayotganda, yiliqi eyiq vaqasiga uchrabdi. Shu gaplardan keyin Ravixon Mo'may o'zini orom to'xtatib, yirik olqonlari bilan Oy qizning mag'zidagi yoshlarni surtishga boshladi va mundaq dedi: "Voy yer yutqurlar! Bechora qizning mushtumdek beshiga tog'dek ig'ir kunlarni salg'inini qaramamdagan. Xudoyim ularning jazosini berur." Shundoq. Bu olam uzun olam. Oyning 15i qorong'i bo'lsa, 15i yo'q. Hergiz g'am yeman qizim. Birinchi Xudo, ondan qolsa biz bor, yurt bor. O'zimizga aday bo'lgan bilan ko'nglimiz boy. Zaman tor bo'lgan bilan qo'ynimiz kang. Men sizga otingiz o'rnida ota, bu Mo'may onangiz o'rnida sizga ona. Topiningizga kirgan tikan bizning ko'zimizga kirsin. Ay qiz yoshli ko'zlari bilan ularga tekshir qarab, "Sizlarga rahmat" dedi. Dada, rahmatli Jumatayning so'ngkin tep kelib, bo'lakdan yerlik qo'ysaqmikin? Qo'ymi obdan o'ylabsan. Men shuni xiyol qilib edim. Atala, qo'shinlardan 2 ot so'rab, uchimiz borayli. Bu oyla qizim bo'lgandan keyin topa olurmiz deyman. Amanqul hozirla ot so'rab qo'yishga momoqchi bo'lib turganda, Oy qiz gap boshlab, bu fikrga qo'shilmaydiganligini aytdi. Uning tushuntirishicha, o'z yurti bo'lganda bir qitim o'tgan yerdagi har bir tosh, har bir tol giyohmo yodida qolgan bo'ladi. Endi bo'lsa, bu notonish yerlardan yilqidek ahvolda o'tganligi uchun Jumatay yotgan yerni topalishi notayin ekan. Amanqul u tog'ning biror belgisini deb bersa, Jumatay yotgan yerni tepishning tas emasligini aytib, o'z fikrida qattiq turib oldi. Ay qiz o'z ko'nglida Jumatayning so'ngikini akilib, mushi yerda dafn qilishni nihoyatda xolab tursimi? Birinchidan, ularga avarigarchilik tepib berarmanmikin. Ikkinchidan, el-yurt ichida gap so'z texmi kuchayib ketarmikin deb, yanada bormaslikni ta'kidlab turganda, Safarqulning sirdosh do'sti va qo'shnisi Nurul buvay uyiga kirib keldi. Safarqul uni ko'rib nihoyatda xushal bo'ldi-da, Oy qizning butun sarguzashtisini so'zlab berib, oxirida boyatdan talash bo'layotgan ish to'g'risida uningdan nasihat so'radi. Nurul buvay oppoq soqollarini silab o'ltirib, mundaq dedi: Bu oyla qizim obdan o'ylabdi. Darvaqa, u rahmatlikning so'ngini yo'tkab kelib, bu yerda bo'lakdan dafn qilsak, yana bir muncha gap so'z chiqadi.
Axunumlar shihid nadi yatsa, jannatning qo'vqi shu yerda ichiladi deydikan. Ilohim shundoq bo'lur. Ammoza onun yatgan yerini qandoqli bo'lmasin tepib, qabri qo'pirib qo'yish kerak. Mening maslahatim shu. Hammaylan bu fikrga qo'shildi. Nurul buvay o'zining qirchang'usini berib turadigan bo'ldi. Amanqul yana bir ot tepib qo'ydi. Atsa tong etish bilan otibali ishkaylan oy qiz bilan yo'lga chiqdi. Ular marhum Jumatay yotgan yerni ming tasda tepib, tosh bilan puxta bir qabri qo'pirib qo'yib, shu kuni yarim kechada qaytib kelishdi. Ata, heliqi olovg'loqni so'yib, rahmatlik Jumatayga atab nazr o'tkazayli. Jamoat nazrdan yenib, uy egillari yolg'iz qolganda, oy qiz kamzulining ichidan Jumatayning tasma balbig'i bilan pichqani chiqarib, Amanqulga ishga qo'llab sundida, "Bu sizga nasib bo'lsin. Sizning qo'lingiz menikidan kuchlik ham uzun." Tasma balbog' bilan pichoqni elib o'tib, Amanqulning qo'llari ixtiyorsiz titrab ketdi. Yuragi gupillab selib, tomirlari ko'pchib ketgandek tuyuldi. U pichoqni g'ilabdan chiqarganda, kigiz uyning tunligidan kirayotgan kun sho'lisi bilan pichoqning yuzi volvul qilib, uyning ichi teximi yo'rib ketgandek bo'ldi. Amanqul pichoqni lavlariga tekkizib mundoq dedi: "Oxtom, bu pichoq mening umrlik hamrohim bo'ladi. Men uni qandoq tutishni obdan bilaman." Ravihan mo'may ko'ziga liqqida yosh elib, oy qizni bag'riga tortdi. Shuningdan boshlab, oy qizmo o'tgan ishlarni bir oz unutgandek echilib yuradigan bo'ldi. Kunlar va oylar o'tgan sari gap so'zimi qisilmay, uy egillari bilan xeyli osoda mungdisha oladigan bo'lib qoldi. Buvay bilan mo'mayning ko'ngli orom tepib, ular bu o'z oyig'i bilan kelgan qutlug' kelinning marikasini qachon va qandoq o'tkazish g'amiga tushgan edi. Amanqul bo'lsa o'zini dunyodagi eng baxtiyor kishilarning biri hisoblab, xushalligidan nima qilishini bilmaydi. Shu orada bir oqshimi Niyoz Turg'idan elchi kelib, hammaning oromini buzdi. Elchining aytishicha, Durg'ining erki o'g'li Xomushbek bu qozoq qiziga kuyib qopdimish. Uni elib bermasa, Durg'ining beshi saqaymag'idek. Shunga Ravihan mo'mayning hozirlik ko'rib qo'yishi lozim emish. Ata oqsham o'shur imom nikoh o'qig'ili kelgudek. Nikohdan keyin qizni ko'chirib ketgudek. Bu nima degan gapdi? Bu qiz yoqi yurtdan kelgan musofir bo'lgan bilan mening qizim. Xudoyim menga bergan qiz. Dorg'amza, bu qizning egisi yo'q. Nima qilsam qilaman demdikan? Hech nimadan hech nima yo'q. Nikoh o'qitib ko'chirib ketgudek texi. Ko'rishning xabari yo'q. Sazam demyapti degan shu kanza. Hay Safarqul aka, nima da'vatlar? Dorg'am kim? O'zlar kim? Halimizga beqib gap qilsak bo'larmikin? Eligo yaqi yurtdan tinab kelib qolgan qozoq qiz ekan, o'z pushtlaridan to'ralgan qizlar bo'lsa-mo, Dorg'am so'rasa, bermaydiganga nima haddilari? Nima deganlari bu? Chechim oqirib, tishim sarg'ayib, shuncha bo'g'icha anglab baxmagan yo'chali gaplarni qiladilar-ku. Niyoz Turg'iga Beijingdan Chingan g'ojamliq nasib kelib qopdimi ya? Hay, shuncha to'xtab qasir bo'larmikin? Eshakdak bo'lib qolgan qizni namaram bo'ladi demay, uyga akirib olganinglarni Chingan g'ojam anglaydigan bo'lsa, har ikkilaringlarga qaraxolda urushdan yanmaydi. Endi shu gap qopdimi? Nomahram bo'ladigan nimshubdi. Xomushbek haqlarning qiz juganlarini yig'ib olib, kech-kechlab mashrab qilsa nomahramlik bo'lmaydi. Bir musofir qizni qonitim ostiga olsam nomahramlik bo'lamdikan. Shuningcha o'zini orom besib o'ltirgan Amanqul o'rnidan dasturib elchining oldiga keldi va mundoq dedi: "Xomush degan manqa haddini yig'ib yursin. Endi bu qizni ko'zlabdimi? Bu qizning tog'dek ilgisi bor. Bu tog'dan terib kelgan mo'go emas. Bilib qo'ysin. U manqining 70 mo'misini ko'rsatib qo'ymagana." Amanqul mushtlarini ching tugib havoda pulanglatdi. Bo'layotgan gaplarni talada anglab turgan oy qiz uyga o'qdek etilib kirib, elchiga mundoq dedi:
Men sizge aytib qo'yay. Bu uydan meni hech kim tirik chiqib ketolmaydi. Hozir o'lsammi, keyin o'lsammi, baribir o'lim. Siz xo'jayiningizga shuni aytib qo'ying. Elchi nima deyishini bilmay o'rnidan turayotganda Ravixon mo'may mundaq dedi. Yo'chili bir zamonlar bo'lib ketdi-ku. Zamona zo'rning, tomosha ko'rning. Yetimning og'zi oshqa tegsa, beshi toshqa tegar degandek. Bu ayla qizimning ko'ngli endi biza aram topganda nima degan dushqarchilik bu? Kigiz uyning ichi Guriston jimliqiga cho'mildi. Shu topda uy egallarimi, oy qizmi endi qanday qilish kerak degan savolga javob o'ylaydi. Oy qiz o'zini bir yanda yeliqi o'kirday, bir yanda niyoz turg'idek ochko'z bo'rilar orasida qolgan qo'zichoqdek nihoyat bechora his qiladi. Nima degan tar, nima degan qo'rqinchli jahon ha? O yermi o'xshash, bu yermi o'xshash. Nega borsang qozonning qo'liga to't degan shu bo'lsa kerak. Agar qiz bo'lib turalmagan bo'lsa, mundaq dishvorchiliklarga duchor bo'lmasmedikin. Mundaq chaqlarda yerning ustidan osti yaxshiroq. Yo'q. Qandaqli bo'lsa yashash kerak. Sapar quldek oq ko'ngil otini, Ravixon mo'maydek mehribon onani, Aman quldek jon kuyar, sodiq do'stni tashlab nega borg'uluq? Aman qul o'zining sodiq do'stini emas, balki shundoq. Albatta shundoq. Uning ustiga putida cho'ruq, agnida yog'oq teri, yeshi arpa, ichishi kuchi bo'lsa-mu, ko'ngli buloq suyidek suzuk. O'zi xuddi qozoq xalqidek mehmondo'st el yurtni tashlab nega ketgulik? Qatar qarg'ayla, churuqlab iqiyotgan aynakdek suzuk suvla, qo'y qo'zilar yayrab yurgan bu yeshil maxmaldek bepoyon yoyloqlardan yerning osti qandoqsiga yaxshiroq bo'lsin. Uning ustiga rahmatlik Jumatayjon o'sib o'tib, o'z pichqini nemishqa bergan edi. Amanqul bu pichoqni qo'liga elib o'tib, nima degan edi? Shundoq. Endi qanday qilish kerak degan savolga eng yaxshi javobni oy qizning o'zi topalaydi va tepishi kerak. Ishlarning tuyuqsiz qovib ketishlari bu jimjitlikni buzib, hammalarni xiyoldan uyg'otdi. Amanqul yana nima gapdi deb taloga chiqdi. 3-bob. Bo'z otliq kishi. Qerisammu o'kizdek, bo'yun turuq bo'ynimda. Bola chaqam mabduni, ham qo'liman o'yimda. O'yim mulkim, bor yo'qim, barmoq bilan sanarliq. Lekin jafo sanoqsiz, otashinda yanarliq. Jafolardan netaykim, manga nijot yo'q asla. Kisani. Kanglikni so'ygan aql yurakni siqar. Pushkin. 10 qadam nerida bir otliq ko'rindi. Amanqul oppoq oydinda bo'z otni tunib, Dada, qarg'ina kim kepti? Ildon bo'l, dedi-da otliqning oldiga yugurdi. Saparqul bilan Ravixon mo'maylar uydan chiqqanda, bo'z otliq kishi Amanqul bilan paranglashib, eshik tuviga kelib qolgan edi. Saparqul bu o'ttiri bo'y, kang qo'lliq, kayk soqol, qotong'ur kishi bilan quchoqlashib ketdi. Ravixon mo'may qo'yma obdan vaqti keptila deb uni uyga taklif qildi. Mehmon qiziq parang bilan choy ichib o'ltirib, beshidan kigiz qaltiqini olganda, uning qo'yiq qoshlari ostidagi qo'y ko'zlari chiroq sho'lisida o'tdek parqiraydi. Kang manglaydagi cho'nqur qo'riqlari, oftobda qaridab ketgan yuzlari, qo'l bilaklardagi ko'pchib chiqqan tomirlari uning ko'p jabr jafo chekkanligidan derak berib turadi. Shu arada Amanqul bir teri xurjini ko'tarib kirdi. Xurjinning bir beshidan har qondiqi chiqib turadi.
Mehmon xurjunning ikkinchi beshidagi qattiq quruqlar ichidan yog'liqqa tugilgan bir necha kallak qand bilan bir bulung choyni chiqarib Ravixon mo'mayning oldiga qo'ygach, oz bo'lsa-mu balalarning opsining ko'ngli. Ravixon mo'may rahmat ta'zimdan keyin darhol qandni chiqib bir parchasini oyqizga berdi. Bu oylar qizim kim bo'ladi? Safarqul o'tgan voqealarni boshdan oxir so'zlab berdi. Aralab gap qistirib o'ltirgan Ravixon mo'may bayroq yiliqi elchi bilan bo'lgan gaplarni aytib, "Qarasala ukam, odamni mundaqmiza ani aytgan bormi?" Sabr qilsala Ayla opa, sabr qilsala. G'am yemislar qizim. Tong otmaydigan kechi yo'q. Eliqi Okurday bilan Niyoz Dorg'iga o'xshaganlarning zavoli yiqilib qoldi. Uyg'urmi, qozoqmi, hamma fuqaroning taqdiri bir. Necha vaqtdan tang yig'lab keldik. Endi kulsakmi, tang kulamiz. Alba, biz ba. O'zlarini qanotliqqa qaqtirmay, tumshuqliqqa cho'qtirmay birga o'tamiz. Bu bo'z otliq kishi Temir Xalpi edi. U chaqlarda xalq uni kasbiga qarab Temir yig'achi deb ataydi. Keyincha qo'zg'alon jarayonida xalq uningga Xalpa deb unvon bergan. Temir Xalpa taxminan 1871-yili Qumul nahiyasining janubidagi eng chet yezillardan bo'lgan Bo'g'az degan yerda bir nomrod dehqon oilasida tug'ilgan. U 3 qiz ichida bir o'g'il edi. Dadasi uning zerakligiga qarab, "Mushu balangni bo'lsa-mu o'qitay. Cho'ng bo'lganda biror masjidga imom bo'lib qolsa ajab emas" degan xiyol bilan uni 6 yoshida maktabga berdi. Bola yaxshi o'qishga boshladi. Balog'atga yetguncha Qur'on savodi chiqib, ancha-muncha kitobni o'qiy oladigan bo'lib qoldi. Shu kunlarda uningga hamroh bo'lib, inisi Shakir tug'ildi. Biroq biri tugimay biriga qo'shilib mingi kelayotgan ig'ir olvon yasoqlar dastidan kun ko'rish tashlashib ketgachga, Temir 15 yoshida o'qishni tashlab, qo'liga ketman elishga majbur bo'ldi. Endi dadasi, "Nimada bo'lsa, hunarning barkati to'la. Hunardan barkat unar" degan gap bor. Shu xiyollar bilan uni o'zining yog'ochchi do'sti Sulaymon ustiga shogirdlikka tutib berdi. Shundoq qilib, Temir yigitlik quromiga yetganda xeyli usti yog'ochchi bo'lib qoldi. Ammo bu hunar uning oilasiga barkat emas, ofat elib keldi. Shamaqsutning qasri ayvon qurilishlariga tutilib, naq 12 yil umri yerim qulluqda o'tdi. Hatto oylab ota-onalar bilan bola chaqasining yuzini ko'rolmaydi. Bu shundoq zamon ediki, 9-avlod Qumul vang'i Shamaqsut 1875-yili taxtga o'ltirgandan boshlab tarxonliq jasoq tuzumini intayin qattiq qo'lliq bilan yurgizishda o'zidan burunqi vanglarning hammasidan eshib ketgan edi. U Qumul xalqini o'zining qo'li, Qumul rayonini o'z oti miros zemini deb hisoblaydi. Manju xalqidan berilgan imtiyoz bo'yicha Beijingdagi xonlik hukumatdan boshqa yerlik hukumatning hech qaysisiga itoat qilmaydi. Shuning uchun Xanzu Xuyzu fuqarolarni Qumul ombili so'rasa, yerlik xalqni Shamaqsut o'zi xolig'inicha boshqaradi. Ular Xanzu Xuyzu fuqarolar bilan bir qatorda cheriklarga yem bo'g'iz, o'tin saman berish va boshqa olvonlardan tashqari Shamaqsut va uning beglariga qarashli bir qancha 10 ming mo'liq terilg'i yerga o'z o'ziqi ham qurol saymonlar bilan berib, har oyda 5 kun haqsiz emgak qilib berishga. Yer ijorasidan tortib suv beji, tuz beji, jon beji, qon beji degandek 20-30 xil boj va olvon yasoqlarining hudisidan chiqishga majbur edi. Yamolning qari chapanliq yoyinlari bilan Vangning shapurt yasovullari yezilarga ot choptirib kelatida, biri varqirab o'tin saman ba deydi. Biri olvon keldi mang deydi. Bermiganni savaydi, mangmaganni bog'laydi. Ko'zda yosh, yuzlarda qon, buvoq qalatdi yig'lab. Ana qalatdi qaqshab.
tağ xalqining kuni teximi tas edi. Vanğa qarashliq 500 ming qo'y, o'shka, 20 ming yilqa, 30 ming kala, 8 ming tuguni haqsiz beqib berish ularning majburiyati edi. Onun ustiga Vangning har bir sog'lig'i yilda bir qo'zilishi, har bir boytili yilda bir qulunlishi, har bir inigi yilda bir mo'saylishi, har bir yingan tugisi yilda bir botilishi lozim ediki, har qanday tabiiy ofat va boshqa ahvollar yuz berishidan qat'iy nazar, shu yilning kuz faslida bo'ladigan sanoqda har bir tishi molga yana biri qo'shilishi. Ya'ni masalan, bu yilqi 100 sog'liq kelar yili cho'qim 200 bo'lishi. Uning birarinimi bo'ri yemasligi, o'g'ri olmasligi, jut so'qmasligi yoki birarimi tog'dan g'ulab ketmasligi lozim. Aksicha bo'lganda cho'qim to'lab berilishi shart edi. Buning eti to'mir chorva bo'lib, har yilning kuziga bo'ladigan to'mir chalva saniqida shu hisobga to'shmagan chorvaning to'ling'i uchun yuzlagan molchilar xonavayron bo'lib, ba'zilari Vang ordisiga qulluqqa tutilib ketadi. Dehqonning holi undaq. Chorvachining kuni mundaq bo'lg'achqa, emgakchi xalq Derdi yo'q demsan meni, derdim ichimda bir to'lum. Shah Mahsud zamonida qat-qat keldi bu zulm. Shah Mahsud zamonida avvallar ig'ir bo'ldi, qat-qat tegib qamchilar dumbila yig'ir bo'ldi. deb zar-zar qaqshaydi. Shah Mahsud Vang yerlik xalqni xolig'inicha qamash, palash, mol-mulkini musadir qilish, hatto o'limga hukm qilishga huquqli edi. Shuning uchun Uyg'ur emgakchilari o'z hayotig'imi ega bo'lolmaydi. Aroq degan ochiq nima shing-shing qaynaydi. Chingan g'ojam kayib qolsa, nomg'u palaydi. Palasimi palasa, itib salmasa, cho'choridek 5 balamni yetim qo'ymasa. Lekin bo'g'izlayman desa qo'ymi tipirlaydi degandek, oxir xalq bu zulmlarga chidamay qo'zg'alishga boshladi. 1907-yili amdili atiyos kirgan kunlarning birida 40 yoshlar chamisidagi bir sumbatliq kishi o'z yaqinlaridan 4-5 kishini yig'ib, Birodarlar, pichoq go'shtdan o'tib so'ngakdan o'tib yiliki yetdi-ku. Aytinglar-chi, mushunda o'tayveramizmi? Rasitsan, Örümchidan yangi ambal kaptidak. Avval shuningga ari sunib baqsaq, qandoq bo'larkan? Oq et, ko'k et, hammasi bir et. Örümchidan kelgan ambal bizning arzimizga quloq solamdi. Unda deb ketmislar. Bu ambal qumulug' kelib, 3-kunila Shen Yamulning solaxonasiga gunohkorlardan gap so'rab demish. Ugal bo'pti deb 4 kishini chiqarib o'tibdimish. O'zining Xitoylarni chiqarib o'tgandi ha qachon? Yo'q, ularning ichida bultir Shah Mahsud soltivetgan qarasuluq, bo'siq ustumi bormish. Olam taksha emas. Iymoni bo'lmagan bilan insobi bordir. Ta'limimizni sinab baqmaymizmi? Shundoq qilib, Qumul xalqi nomidan To'rpoq Mollaroji boshliq 40-50 kishi barmoqlarini besib, yangi ambalga xanzucha arz sunishdi. Bir haftadan keyin yangi ambal To'rpoq Mollaroji boshliq 3 kishini qishqartib, o'zining tungchisi, ya'ni tarjimoni orqali mundaq dedi. Talabinglar o'rinliq. Bu yerdalar emas, ishkirdimi, puhrolarning kuni ig'ir. Men sizlarning tarafinglarda turaman. Ammo lekin Shah Mahsud Vanga mening kuchim yetmaydi. Har holda men bu talabinglarni ma'lum qilib ko'ray. Yaxshisi, sizlarni Vanga arz xat tutinglar, birlikda tirishib ko'raylik. Hey, arz xat tutma deydimlar. To'la yig'lab, ko'zimizning yishimi qurib ketay deb qoldi. Bizning arz xatlarimiz orda beglarining yanchiqida tutilib tugaydi. Mening anglashimcha, Shah Mahsud Vang puhroning arzdodi bo'lsa, o'zingga ma'lum qilsin deb pat-pat ordiroviga chiqib, xalqqa ko'rinib turamish-ku. Darvaqa, Shah Mahsud Vang qadimki odil podshohlarni do'rab shundoqmi qiladi. Arzdodi barlar arz xatlarini beshidan egiz qilib tutgan peti Ravaqning o'dilida ta'zim qilib turadi.
Şah Maqsud egiz ravaqqa chiqqanda ko'zi tushib qolsa, o'zining xizmatkorlarini chiqarib, arz xatlarini oldirib keratdi va odatdagi ishlar bo'lsa, beylarining darhol bir taraf qilishiga topshiradi. Lekin o'zining manfaatiga berib taqiladigan ishlar bo'lsa, arz xat tutqanlar jazoga tortiladi. Buning tegini hamma kishining tushunib ketalishi notayin bo'lg'achqa, bu qitimmu ombalning masihati bilan To'rpaq Molla Roji boshliq kishilar 2 gaz uzunlikdagi oq xaziga yung qalam bilan yozilgan talabnomani xodi yog'ochga bekitib, Vangning ravuqiga udul keltirib, sepilning sirtiga qadab qo'ydi va uni har kuni 10-20 kishi qo'g'dab turadi. Biroq Shah Maqsud Vang o'zining oyg'oqchilari orqali bu talabnomaning mazmunidan allaqachon xabardor bo'lib bo'lg'achqa, xeyli kunlargacha ravoqqa chiqmadi. Bir kuni o'zining muhofizatchilari bilan ravoqqa chiqdi-da, pastda qarab turgan xalqqa qarab, masxira bilan kulishga boshladi. Jinidan to'yib turgan xalqmi buningga toqat qilib tura olmay, Shah Maqsud Vangni masxira qildi. Shah Maqsud Vang qayib ketib, muhofizatchilariga "Nimaga qarab turibsan? Ot!" deb buyruq qildi. Miltiqlar taraslab, odamlar yiqilishga boshladi. Qiyoqas cho'qan ko'tarildi. Birdan ichida xalq to'pi ko'payib, g'azablik nidolar yangrashga boshladi. To'rpaq Molla Roji egiz qirning ustiga chiqib, qattiq tugilgan mushtlarini havoda pulanglatib, g'azab bilan mundaq dedi: "Ey xaloyiq! Bu haqoratli ko'rdinglarmi? O'lganning ustiga tepgan degan shu emasmi? Qandoq chidab turimiz? Aytinglarchi! Endi nima qilmoq? Nima qilarimizni? Shah Maqsud endi kelsin. Mundaq tirik yurgandan mushit o'lgan yaxshi. Qani boshla bizni!" dedi xalq qo'llariga tayoq to'qmoq elib. Asosiy rahbarlari To'rpaq jamiyatiga mansub bo'lganligi uchun To'rpaq yig'iliqi deb atalgan dehqonlar qo'zg'aloni ana shundoq boshlandi. Xalq to'pi birdilli suran cho'qan bilan Vang ordisiga yugurdi. Ordining qilin temir darvozalari taqaldi. Qiyoqas cho'qan butun atrofni qoplab, xalq to'pi borgan sari ulg'aydi. Temirmo paltisini ko'tarib safga qo'shildi. Xalq qozondek qaynab, daryodek teshib, ordining cho'ng darvozasini tosh kesaklar bilan etib tashladi. Shah Maqsud uzundan beri beqib kelgan lukchaklarni qilich miltiq bilan jangga selib ko'rdi. Nima degani? Ular xuddi yo'g'on bir pilni qavob qo'rqitmoqchi bo'lgan ko'k ishtlardek chang-to'zon ichida ko'milib qoldi. Shah Maqsud bog'liqdagi isht o'g'i yaramabdi degan shu deb asabiylik bilan soqollarini yulib qattiq qo'ydi. Darhol Urumchidagi Jangjongdan yordamga cherik so'radi. Jangjong bor ko'ldagi cheriklarini buyurdi. Bu Manju cheriklarini bor ko'ldagi lashkar beshi Yi Shangfu shahar sepilining ichiga boshlab kirib, Shah Maqsudni qo'g'damoqchi bo'ldi. Xalq to'pi xuddi g'azablangan shirdek shahar darvozasiga o'zini urdi. Shu chaqda Temirning oldida yugurib ketayotgan qori to'xti degan yigit beshi bilan darvozaga qisilib qoldi. Ko'zni yumib ochguncha qonga milangan bossizdan darvoza sirtida qoldi. Sepil ustidan o'q yomg'iri yog'di. Tarang miltiqlardan etilayotgan o'qqa tayoq to'qmoq bilan qandoq bardoshlik bergili bo'lsin. Birdam ichida qori yer qip-qizil qon bilan bo'yaldi. Qon, buloqdek buluqlagan. Xalq to'pi qon ichida qilib, har kim o'z beshini qo'g'dashga oltiradi. Manju cheriklari sepil darvozasidan chiqib, xuddi yovu to'ng'iz yer tilg'igandek xalq bag'rini tilg'ashga boshladi. Yana qon. Shah Maqsud egiz o'rdi ustida turib, sipoyilik bilan soqolini silab kuladi. Uning qon daryosi bo'yida tomosha ko'rib, xuddi cho'chaklardagi yalmavuzlardek qoqoqlab kulishi xalqning bir ochchig'iga ming ochiq qo'shdi. Xalq xuddi yarador shir o'z badanidagi qonlarini yalab yutib, yana hamla qilgandek boshqadan to'planib jangga kirmoqchi bo'ldi. Dal shu chaqda Manju xonning yorlig'i bilan Gansu o'lkasidan Shinjongga mansab tutqili kelayotgan Yang Zingshin qumulga kelib tushdi.
Köpni ko'rgan bu qiyri tulka ahvolni bayqab, darhol Shomaqsutning qishig'i kirdida mundoq deydi. Cheriklarimizning qilichi har qancha ishtik bo'lsa-mu, monchiqaqni qirib tugatgili bo'ladimi? Mubada qirib tugatgili bo'lgan taqdirdimi? Sizni bepoyon yerlaringizni kim terib, son-sanoqsiz mollaringizni kim boqadi? Qushni don aldaydi, odamni gap ekan. Bu ishni menga qo'yib bering, gap bilan tugitaman. Asabiylik bilan kulib tursimu, xalqning g'azabidan ichida qon yutayotgan Shomaqsut Yangzingshinga 9 ta'zim qilib rozilik berdi. Yangzingshin xaloyiqqa tishining iqini ko'rsatib, sizlarga uvol bo'pti. Talabanglar haqliqkan. Kelinglar. Ha qanday ish bo'lsa, gap bilan tugitayli, dedi. Shuning bilan suhbat orqali kelishim hosil qilindi. Bu kelishimning natijasi sifatida kengligi 60 sm, egizligi 1,5 metr keladigan bir parcha yesi qora toshqa bugundan e'tiboran Shomaqsutvonga qarashli fuqarolar o'rniga har oyda faqat 3 kunlik olvon qilib berdi. Shomaqsutvon fuqarolarga bundan boshqa olvon yasoq solmaydi degan mazmunda Uyg'urcha, Xanzucha xat o'ydirib, o'rda qo'q oldiga o'rnatib qo'yildi. Shuning bilan qaynagan qozonga so'g'uq suv quyilgandek, jahon jimib qoldi. Yangzingshin Shomaqsutdan nurg'un oltin kumush mukofot elib Urumchiga mangdi. Bu yalan oyoqlar, ko'rdig'ini endi ko'rsin, dedi Shomaqsut qo'zg'olonning asosiy kishilarini darhol jazolashga buyruq tushirib. Shuning bilan qon ustiga qon to'kilib, kichikkina qumul go'yo qiyomat dashtida qoldi. Mana qo'zg'olon boshliqlaridan To'rpaq Mollaraji, To'rpaq Tugamat, o'z xo'jam niyozlarning sepil darvozasiga esilgan qonliq beshi. U qo'zg'olonda kotiblik qilgani uchun Yeshonfu uning qiyniga jilmomisini milab yemaydi. Hurmatli radio anglag'uvchilar, yozuvchi Abdurahim O'tkirning o'z nomli tarixiy romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atidagi programmamizda anglag'aysizlar. Biz onunğa qiz qarizlarmi top? Atu murtaslar kelib baqsınca, joyisini o'zim beraman. Borib o'yining foqchonda bu gadaylarning gibi bekli yo'g'anqa. Safar qol degan qeri tejimas, nima bo'ldim deydigan. Voy xonam, Xudoyim ömürlerini uzun qilg'ay. Bu aqlni nima topganlar, ha?